kredit olish masalalarida hozirgi paytga kelib juda ham dolzarbligi yuqori bo'lib ketdi. Ya'ni kafil va birgalikda qarz oluvchi, qo'shimcha qarz oluvchi deylik. Mana shuni farqlarini ko'p kishi tushunmay, men kafil bo'ldim degan bir tushuncha orqali qo'shimcha qarz oluvchi bo'lib qolyapti. Aslida bu huquqiy jihatdan umuman keskin farq qiladigan tushunchalar. Bizlar fuqaro sifatida aytyapmizki, aynan baribir men buni kredit olishga yordam beryapman-ku deyotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin aslida olib qarasak, bizlar uni kredit olishdan tashqari to'g'ridan-to'g'ri javobgar bo'lib qolyapmiz bankni oldida. Men buni tushuntirib o'taman. Kafil va qo'shimcha qarz oluvchining farqi qanaqa? Qo'shimcha qarz oluvchi va kafil instituti fuqarolik huquqida keng qo'llaniladigan moliyaviy majburiyatni ta'minlash vositalari hisoblanadi. Ta'minlash javobgarligi desak bo'ladi. Qo'shimcha qarz oluvchi Fuqarolik kodeksining 251-moddasi bilan tartibga solinadi. Qo'shimcha qarz oluvchi haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu qarz shartnomasi deylik, kredit shartnomasi bank bilan tuziladigan. O'sha kredit shartnomasida qarzni asosiy kredit oluvchi bilan birgalikda qo'shimcha qarz oluvchi oladi. Ya'ni u qarzdan unda shunaqa huquq borki, olingan kreditdan bemalol foydalanishi mumkin, shartnoma bo'yicha o'sha pulning bir qismini olishi mumkin. Ya'ni ular umumiy pul olganda hisoblanadi va umumiy tarzda o'sha kreditga nisbatan javob beradi, javobgarligi bor. Bank yoki kredit nuqtai nazaridan qo'shimcha qarz oluvchi ham qarzni oluvchi shaxs sifatida qaraladi. U qonunda ham belgilangan, shartnomada ham xuddi shunday belgilanadi. Bundan kelib chiqib bizlar tushunishimiz kerakki, qo'shimcha qarz oluvchi bu degani to'liq o'sha qarzdan foydalanadi va javobgarlikni ham o'zini bo'yniga oladi. Masalan, agar bank ikki shaxsga birgalikda kredit bergan bo'lsa, bir shaxsga kredit bergan bo'lsa, uning 4 ta qo'shimcha qarz oluvchisi bor. Ularning har biri qarzni to'liq to'lash majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Bank qarzni ulardan biri yoki har biridan birgalikda talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Shu bilan birga qarzni to'liq to'lagan qo'shimcha qarz oluvchi keyinchalik ikkinchi qarzdordan uning ulushini regress tartibida qaytarib olish huquqiga ega bo'ladi. Bunda e'tibor berilgan tomoni bor. 500 million so'm kredit oldingiz, bitta asosiy qarzdor, 4 ta anaqa qo'shimcha qarz oluvchi. Mana bu qo'shimcha qarz oluvchilar kafillikda men bunaqa demoqchi emasman, faqat qo'shimcha qarz oluvchi. Qolgan 4 ta qo'shimcha qarz oluvchi kreditga o'zining ulushi bo'ladi. 100 million so'm asosiy qarzdorga, qo'shimcha qarzdorlardan har biriga 100 million so'mdan faqat o'sha ulushini talab qilinadi. Masalan, 500 million kreditdan ana asosiy qarzni olgan, pulni olib ketgan, foydalangan odam 100 million so'mni to'lab qo'ygan. Siz oldi-sotdi qilmoqchisiz yoki o'zingizning taqiqlaringizni yechmoqchisiz, meto'dan qo'yilgan taqiqni. Shuni taqiqni yechish evaziga mayli men 400 million to'layman, qolganini olaman deyishingiz mumkin. Bu noto'g'ri. Ya'ni siz kreditdagi, qarzdagi ulushingizni talab qilib bilasiz faqat. Boshqa hech nima emas. 100 million so'm, 200 million so'm ortiqcha to'lagan bo'lsangiz, uni talab qila olmaysiz. Yoki umuman siz o'sha kreditdan foydalanmagan bo'lsangiz, pulni to'lab qo'ymagan bo'lsangiz ham o'zingizning ulishingizdan tashqarisini talab qila olmaysiz. Endi kafillik munosabatlari haqida tushuncha beradigan bo'lsam, maslahatni beradigan bo'lsam, bu Fuqarolik kodeksining 292-moddasidan 299-moddasiga bo'lgan huquqiy jihatlarni tartibga soladi. Kafillikning mohiyati shundaki, kafil qarzdorning majburiyatini to'g'ridan-to'g'ri bajarish uchun emas, balki u majburiyatni bajarmagan taqdirda uning o'rniga bajarishni o'z zimmasiga oladi. Kafillikni tushuntirib o'tdim. Bu kafillik degani mohiyat jihatdan moliya o'sha kredit masalasi moliyaviy ishonch kafolatini beruvchi shaxs hisoblanadi va u asosiy qarz shartnomasida, ya'ni kredit shartnomasida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmaydi. Balki
alohida kafillik shartnomasi asosida javobgar bo'ladi. Kafillik shartnomasida o'zining bandlari bor. Bu bandlar nimadan iborat? Ya'ni kredit oluvchi shaxs, qarzdor shaxs agar o'zining majburiyatlarini bajara olmasa, pulini to'lay olmasa, kechiksa yoki boshqa qilsa, bank kafildan mana shu mablag'larni bajarishni so'rashi mumkin. So'rash deganda sudga murojaat qiladi yoki o'zidan so'raydi, o'zi bajarmasa, kafil добровольно bu narsani bajarmasa, keyin sudga murojaat qilib, sud orqali talab qilishni boshlaydi. Bu paytda eng muhim jihati bor. Kafil mana shu sud hujjatiga asosan, kafil sudning qaroriga asosan kredit oluvchining qarzlarini kafil tomonidan to'lanadi degan qarorga asosan u qarzni to'lab berishi mumkin. To'lab bergandan keyin mumkin emas, to'lab beradi u narsani. To'lab bergandan keyin to'liq qarzni qaytib kredit oluvchidan regress sifatida talab qiladi. Bunda farqni sezasizlarmi? Qo'shimcha qarz oluvchida kreditdagi ulushini, qarzdagi ulushini talab qilib bilsa, kafil esa barcha, masalan 500 million so'm hammasini to'lab berdi bankka. Keyin mana shu 500 million so'mni to'liq asosiy qarzdordan, kredit olgan shaxsdan talab qilaveradi. Farqi asosiysi mana shunda, ya'ni javobgarligi mana shunda bo'ladi. Biz ko'rdik, aynan bu ikkalasining farqini xulosa qilib aytadigan bo'lsam, qo'shimcha qarz oluvchi va kafil institutlari, kafillik institutlarining asosiy farqi ularning majburiyatga nisbatan munosabatida namoyon bo'ladi. Qo'shimcha qarz oluvchi majburiyatni to'g'ri bajarish majburiyatini oluvchi shaxs bo'ladigan bo'lsa, kafil majburiyat bajarilmagan taqdirda uni bajarishga rozi bo'lgan shaxs bo'ladi. Ya'ni kredit to'lanishini kafolatlovchi shaxs bo'ladi. Har ikki institut, har ikki qo'shimcha qarzdor va kafil ham fuqarolik munosabatlarida kreditor manfaatini himoya qilishga xizmat qiladi. Ya'ni bank manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Biroq ularning huquqiy asoslari va javobgarlik doirasi bir-biridan keng tushunchalar va siz qo'shimcha javobgar bo'lsangiz, men bo'lmoqchi bo'lsangiz, men buni oqlamayman. Bo'lsangiz kafil bo'ling. Bo'lmasa umuman keragi yo'q bu narsa. Kimdirga bizda bunaqa mijozlar ko'p. Kimdirga yaxshilik qilmoqchi edim, bunaqa edi deyishdan oldin siz pul munosabatlariga kirishyapsiz. Bank bilan munosabatga kirishganingizdan keyin u bank o'zini himoya qilishi kerak. O'zini himoya qilish evaziga kredit olayotgan shaxsdan kafolatlarni talab qiladi. Kafolatlar deganda qarz, qo'shimcha qarz oluvchi bu kafillikka o'tadi degan narsani umuman xayolingizga ham keltirmasangiz ham bo'ladi. Agar siz o'sha qarzdan manfaatdor bo'lmasangiz, agar o'sha qarzdan siz ham foydalanmoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'shimcha qarz shartnomasini qilishingiz mumkin. Qo'shimcha qarzdor bo'lishingiz mumkin, lekin u qarz sizga daxl qilmasa, foyda ko'rmasangiz, siz olmasangiz, umuman sizga keragi yo'q. Bu masalalarda bizning advokatlarimiz va kompaniyamiz sizga to'liq huquqiy yordamni ko'rsatadi. Sudlarda yoki boshqa tashkilotlarda, banklarda sizga vakillik, ya'ni yuridik yordam sifatida sizning nomingizda harakat qilishni ta'minlab beradi.